Ka'bani ko'rganda men unga qaradim. U ham menga qaradi. Bir-birimizga qaradik va gapira olmadik. Qalb eshigi ko'rsatuvining ikkinchi soni va bu oila butun O'zbekistonga namuna bo'lishga arziydigan oila. 6 oyga qolmay shu qarzdan qutulganmiz. Bizga telefon qilib, "O'rtoq, pul topilmadimi? Topilmagan bo'lsa, kel, berib turing." Chunki o'shandan keyin baraka kelishni boshlagan uyimizga. Onamga aytdim, "Ona, siz o'zingiz bering" dedim. "Rostdanki uchamizmi?" deyapti-da. "Yo'q, uchamiz, xudo xolasa." Men onangni boshqatdan sevib qoldim. Suymoq yegani bor edi. Birinchi o'rinda. Umraga borishimiz hayolimga ham kelmagandi. O'zidan o'zi yosh chiqishni boshlagan, tushunmaganman. Onam menga qarab duo qilgan dedilar. O'sha paytdagisi juda qiyin bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu men Javohir Zodillayev va biz Qalb eshigi loyihasidamiz. Qalb eshigi ko'rsatuvining ikkinchi soni. Biz bu yerda insonlarni emotsiyalari bilan qilib kelgan safarlardagi holatlar, voqealarni emotsiyalar orqali sizlarga yetkazib beramiz. Bugun men sizlarga bitta oila haqida gapirib bermoqchiman va bu oila butun O'zbekistonga namuna bo'lishga arziydigan oila. Ular 17 yil birga yashashdi, hayotning barcha qiyinchiliklarini, totli, mashaqqatli paytlarini boshdan o'tkazishdi va nihoyat o'z orzulariga erishishdi. Bugun mana shu oilani asosiy figurasi hisoblangan, podshoh hisoblangan Murod akamiz bilan suhbat qilamiz. Murod aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat, xush kelibsiz. Murod aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga va ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra 1 daqiqa sizga vaqt beramiz. O'zingizni tanishtirib, o'sha qaysi viloyatdansiz, nima faoliyat bilan shug'ullanasiz, nima uchun bizni bugun studiyamizdasiz, aynan shular haqida ozgincha tomoshabinlarimizga ma'lumot beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Zo'r. Rahmat Javohir aka, chaqirganingiz uchun avvalambor assalomu alaykum. Shu men Muzaffar Murod, 39 yoshdaman. Zo'r. Toshkent shahri Sergeli tumanida istiqomat qilaman. Demak, Sergelida. Zo'r. Nima faoliyat bilan shug'ullanamiz, Murod aka? Avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlayman. Zo'r. 10 yildan beri shu yerda xizmat ko'rsatamiz. Zo'r. O'zi men siz bilan birinchi marta ko'rishib turibman. Oldingi ko'rsatuvlarimizda chiqqan mehmonlarimiz bilan tanish bo'lganman, lekin menda bugun birinchisi, ya'ni umuman ko'rmagan, tanimagan inson bilan suhbat qilman, lekin men siz bilan 10 yildan beri gaplashganda tanishman, chunki yuzingizdan nur yog'ilib turibdi. Rahmat. Umuman hayot yo'llarida qanaqa bo'ldi, misol uchun qanaqa turmush kechirdinglar, oilangiz qanaqa, bular ham tomoshabinlarga qiziq va asosiy joyiga 10 daqiqadan keyin o'tamiz. Bungacha sekin-sekin o'sha hayotdagi kechirgan voqeliklar, hikoyalar, yaxshi yomon bo'lgan voqealar haqida ozgincha gaplashamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Zo'r. Ayolim bilan sovchi orqali tanishganmiz. Sovchi orqali. Zo'r. Ota-onamiz. Bundan necha yil avval? 17 yil avval. 16-17 yil avval. Noyabr oylari edi. Bir oyda to'yimiz o'tib ketgan. Bir oyda. Dekabr oyida to'yimiz bo'lgan. Zo'r. Mana 17 yildan beri yashab kelamiz, Xudoga shukr. 3 ta farzandli ota-onasimiz. Farzandlar 3 ta. 3 ta. Qizim va 2 ta o'g'lim bor. Zo'r. Yaxshi. Xo'p, ayolingizni shu darajaga yetib kelishingizda sizga qancha yordam berdilar? Misol uchun qanaqa qiyinchiliklarni bosib o'tdinglar? Chunki 17 yil bu kichkina fursat emas. Juda ham katta. Bu yillar orasida juda ko'p misol voqeliklar bo'lib o'tgan deb o'ylayman men. Chunki hayot bir xil tarzda ketmaydi va mana shunda bo'lgan o'sha qiyin kunlar haqida, yaxshi kunlar haqida, og'riqli bo'lgan kunlar haqida kichkina keyslar berib ketsangiz, o'sha jamiyatimizdagi bizdan keyingi avlod ham o'sha ibrat sifatida bu narsalarni ko'rib, yaxshilarini o'zlariga olishadi, yomonlarini uloqtirib otishadi, xuddi shunaqa qilishadi. 17 yillik turmushda baribir o'tardi, tushunish joylari bo'ladi hammada. Qiyinchilik davrlar bo'ladi, yengillik davrlar bo'ladi. Eng zo'ri menda 1 yil ichida farzandli bo'lganim. Birinchi nevara bo'lganman. Farzandim ham birinchi nevara bo'lgan. Qizli bo'lganman. Yaxshi. Keyin oradan 3 yil o'tib o'g'illi bo'lganman. O'g'il. Undan keyin
ancha vaqt o'tdi, lekin ozgina orada uzilish bo'lib qoldi. 3-farzandimiz tug'ildi, Xudoga shukr. Ana o'shandan keyin sekin uje hayotda boshlanishi, qiyinchilik davrlari kelishi boshladi baribir. Chunki alohida oila bo'lib chiqdik. Ha, ko'chib chiqqansizlar. Chiqqanmiz, ota-onamizdan ajralib chiqdik. Alohida uy olib chiqib ketganmiz. O'shanda shu ayolim paytdan ishlab, yordam berib, Sizga yordam bergan. barobar oilani tebratdik. Ha, zo'r. Qarang, Murod aka, hayotda baribir qiyinchiliklarni inson juda ham yaxshi eslab qoladi. Ayniqsa og'ir damlarni, og'ir kunlarni butun umr o'sha qabrgacha hattoki unutishmaydi. Keling, men sizga jiddiyroq savol beraman. O'sha mana shu 17 yil orasida eng og'riqli bo'lgan, o'sha tishingiz g'ichirlab ketadigan darajada bo'lgan voqealar, qiynalgan paytingiz bo'lganmi? Bitta aytib bering shuni menga. Endi hammada bo'ladi, erkak kishida baribir bo'ladi, chunki shu alohida bo'lib chiqqanimizda moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'lgan. Ha, ya'ni pul yetishmovchiligi. Qiyinchiligi o'shanda bo'lgan, chunki hamma qo'ldan kelgancha yordam bergan, qarindosh urug'larimiz turib berishgan qo'ldan kelgancha. Endi alohida bo'lgandan keyin o'sha farzandlar ushishdi. Ha, ularni boqish kerak, harakat qilish kerak, mana shunaqa narsalar. Endi ozgina qarzga ham kirib qo'yamiz. Ha, demak siz uchun og'ir vaziyat bu qarzga kirib qolish. Umuman erkak kishi uchun juda og'ir vaziyat. Hamma har bitta erkak boshdan o'tkazadi buni. Lekin Xudoga shukr, qanchadir fursat ichida, vaqt ichida shu qarzdan qutulib ketganmiz. Ayolim bilan harakat qilganmiz, qutulib ketganmiz. Zo'r. Bitta anaqa jism bo'lib turib harakat qilib turib. Harakat qilganmiz. Nechinchi yillarga to'g'ri kelgan bu sir bo'lmasa? 2020-yil. Ha, demak karantin paytida hammaga og'ir kelib qolgan. Shuning uchun menda ham sal o'sha eng og'ir davrim o'sha bo'lgan. Moliyaviy anaqa bo'yicha. Zo'r. Bundan qanaqa yechim qilib chiqib ketgansiz? Qiziq. Chunki bu tajribani hatto men ham olishni xohlagan bo'lardim. Endi shunaqangi kun kelganki, nima desa bo'ladi? Qarz so'raganman, ochig'i. Uyotganda qarz olganman. Endi ma'lum miqdorda, lekin 6 oy vaqtiga so'raganman. Ha, 6 oy muddat so'ragan olgansiz. Lekin shu qanaqadir Alloh taolo o'zi yetkazgan, shu narsani 6 oyga qolmay shu qarzdan qutulganmiz. Mashalloh. Zo'r. Zo'r. Chunki ana ko'pchilik maslahat bergan, kredit ol yoki bunaqa qilib, lekin bu narsalarni qilmaganmiz. Ha, tushunarli. Demak, kreditdan voz kechib, qarz olib turib kimdandir qarz olib, oshna-og'aynilar yordam berishgan, qarindoshlar yordam berib, lekin mana shu sizga yordam bergan insonlar sonini bilmayman, lekin ular ham mana shu videoni yoki ko'rsatuvni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ularga qanaqadir sizni atagan rahmatingiz bor, baribir yuzma-yuz ayta olmaydi. Yigitchilik, erkak kishi misol uchun aytishda iymanadi. Agar shunaqa sizda qolib ketgan bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Chunki bu videoni aynan o'sha akamiz yoki ukamiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Avvalambor ota-onam, ota-onangiz. Ota-onam yordam berishgan birinchi. Frontda turishadi ular doim. Endi turib berishgan. O'zi ota-ona bo'ladi, baribir voz kechmaydi hech kim bolasidan. Ukam. Ukangiz ismlari nima? Muzaffar. Muzaffar akamizga jo'natib qo'yamiz videoni. Ham yordam bergan, sababchi bo'lib qolgan uy olishimni boshlanishiga fundamentini boshlab bergan. Keyin undan u yog'iga sekin 3-4 ta o'zi yaxshi qiyomatli og'aynilarimiz bor. Alhamdulillah. O'shalar keyin o'rtoq nima xizmat anaqa qilib kelib so'rashgan. O'zligi so'rashgan. Keyin o'zim so'raganlarim ham bor. Hech xabar bo'lmay qolganlari bor. Mana shu uy olganim to'g'risida edi. Mana shunaqa uy olish harakatdaligim to'g'risida yoki mana shunaqada o'zligi telefon qilib, o'rtoq, pul topilmadimi? Topilmagan bo'lsa, kel, berib turing. Qancha kerak? Miqdori qancha? Shunaqa qilib, o'shalarga kattakon rahmat deyman. Zo'r. O'sha oxirgi pulni olib borib berayotgan paytingizda qanaqa ichingizdan kechimmalar o'tgan mana? Yelkangizdan tog' ag'darilgandek his o'tganmi ichingizdan? Shunaqa. Chunki qarzdan qutulishi eng yengil narsa bo'ladi. Menimcha dunyoda eng qutilgan narsangiz yaxshi nafas. Ertalab uyg'onganingizda hech qanaqa qarzsiz yo'q. Ha, zo'r. Ertalabki nonushta ham tatiydi. Shunaqa xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik, halovat bo'ladi. Shunaqa. Zo'r. O'zi ko'rsatuvimizning asosiy mazmuniga endi kirib kelyapmiz. Biz oldingi ko'rsatuvda bir akamiz bilan gaplashganda
umra haqida gaplashdik, ya'ni umraga borib kelishi va ota-onasiga sovg'a qilingani haqida. Bugun siz bilan ham aynan mana shu mavzuda ozgincha suhbat qilmoqchimiz. Nimaga? Chunki men eshitib qoldim, o'tgan yili avgustda umraga borib kelibsizlar. Shuncha qiyinchilikdan o'tib yana o'sha umraga borib kelganinglar menga boshqacha ta'sir qildi. Iloji bo'lsa mana shu jarayonni boshlanishi, qanaqa qilib pul yiqqansiz, turmush o'rtog'ingiz bu narsa haqida bilganmi, hadya qilganmisiz, uni emotsiyasi qanaqa bo'lgan, o'zingizda ichingizda qanaqa hislar yig'ilib yurgan, bitta shularni tomoshabinlarimizga tasvirlab beramiz endi. Bo'ladi? Bo'ladi. Buni misol uchun hamma o'ylaydiki, agar shuni aytib bersam, ssenariy bo'yicha aytib beryapti deb o'ylaydi. Bizning ko'rsatuvimiz ssenariy bo'lmaydi. Yo'q, lekin Alloh guvoh, men shu narsasiga javob beraman. Endi videosi qo'yib berardim, endi oilaviy narsa. Chunki u joyida videoga ham olingan. Kameraga muhrlangan, telefonga olingan. Endi misol uchun qanaqa desam bo'ladi? Eng kichkina o'g'lim oti Muhammad. Shu o'zim yaxshi ko'rib qo'yganman, Alloh taoloning ismlarini. Chunki o'shandan keyin baraka kelishi boshlangan uyimizga. Chunki sababini qilish kerak-da. Sababini avvalambor Alloh taolo beradi. Shunaqa. Misol uchun oilada bitta insonni barakasi hammani tortib ketib qoladi degan ma'noda gapiryapsiz-da, hozir to'g'rimi? Shu o'g'lim misol uchun mana hozir 6 ga to'ladi-da. Misol uchun o'tgan yil 5 yosh bo'lsa ham, misol uchun qanaqadir barakasini his qilganmiz mana 5 yildan beri. Chunki alohida yashardim-ku. Chunki o'zi bilinardi, rizqimiz qanaqa kelishi, Alloh taolo qaysi tarafdan yetkazib qo'yishini ham o'zi biladi. Endi umra masalasiga keladigan bo'lsak, iyul oyida gaplashib ketganman fermerlar bilan. Gaplashganman-da, avgust oyini mo'ljallaganmiz. O'zi 4-da uchishimiz kerak bo'lgan. Avgustni 4-da uchishimiz kerak bo'lgan. Qarasam, jumaga ulgurmas ekanman. Agar 6-da uchadigan bo'lsa, juma o'qishganmiz? Juma o'qishga, Madinada juma o'qishga Rasululloh qanaqalarda, masjidlarda. Keyin shunda oddiy kuni, chisto sesimda 2-chi bo'lsa kerak, hammani uyga yig'ganman. Ota hovliga. Hammamiz yig'ildik. Ular nimaga yig'ilayotganini bilishganmi? Sababini hech kim bilmaydi. Hech kim bilmagan. To'satdan, Murod nimaga yig'yapti bizani deb turib o'ylashgan bo'lsa kerak. Endi har doim ko'rgandek, borgandek bo'lib, borib, gaplashib o'tirdik. Hamma kech bo'ldi. Shomni o'qidik, sekin hamma o'sha tekin tarqaladigan paytida onamni chaqirdim. Hamma ko'chaga chiqinglar dedim, bitta rasmga tushinglar. Qo'l har doim shunday kelib ketamiz. Esdalik bo'lib qolsin dedim. Kreativ yondashish. Shunaqa. Bitta yomoni sinimni chaqirganman, o'sha kuni kela olmadi. Turmush kuzatib olgan sinimiz bor, o'sha kela olmadi. Shuni sabab anaqasidan endi video vizi qilib turdik. Ko'rgansan, desam, nimani ko'raman aka, deyapti. Keyin men ham aytdim, sen ko'rib tur dedim, onamni chaqirdim. Mashinaning orqasida sertifikat yasab berishgan edi. Sizlarni bermaydi. O'sha firmadan sekin chaqirdim-da, onam dedim. Shunaqa niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa dedim. Keliningiz bilan bormoqchi edik dedim. Lekin ayolim bilmasdi. 100%. Ayolingiz bilmaydi buni? Yo'q, 100% bilmaydi. Aniq sezib yurishadi-yu ayollar. U ham bilmagan. Unaqa narsa yo'q, unaqa narsa yo'q. Qanday buni yashirib yurish mumkin? Endi mashinani bagajda turaverdi. Chunki o'zi yasab 3-4 kun oldin yasatib olib ketganman. De keyin onamga aytdim, ona so'z bering dedim. Keliningizga siz bering degansiz. Siz bering dedim. Hozir men bersam endi sal yig'lab berishi mumkin. Keyin shu bilan yo'q, sekin chaqirdik. Onam chaqirdilar. Keling dedilar. Mana ko'ring, mana shunaqa. Oilamiz nomidan mana er-xotin borib kelinglar, Xudo xolasa dedilar. Keyin adam ko'rib xursand bo'lib ketdilar. Adingiz ham ko'rib xursand bo'lib, ayolingiz qanaqa emotsiya berdilar bunga? Shunaqa, u yig'layapti. Oyingizni quchoqlab, onam quchoqlab olgan. O'sha videolari ham bor. Quchoqlab olib yig'layapti. Birinchi ishonmadi. Oddiy endi baribir sertifikatni o'qishyapti. Adam ham qarab, ishxonangdan berdimi deydi, deyishadi. Adamga aytolmay, yo'q, dedim, Xudo xolasa qo'ldan harakat. Keyincha qildik harakat, Xudo xolasa dedim, shunaqa safarga chiqadigan bo'lib qoldik. Bitta duo qilib qo'yasiz dedim. Yo'q, hammamizni duo qildilar. O'sha paytda singlim ham xursand bo'lib ketdi. Video vizitda telefon qilayotgan singiz anaqa ssenariyni hali bilmaganlar xursand. Hech kim bilmaydi. Zo'r. Faqat shu onamga ko'rsatdim. Birinchi endi onamga berdilar sertifikatni, o'sha paytda o'sha ayolimga berdilar. Zo'r. Qarang, xo'p. Tadbir o'tdi.
hamma narsa tugadi. Uyga qaytyapsizlar mashinada yoki er-xotin alohida bir joyda qoldinglar. Turmush o'rtog'ingiz baribir hammani oldida ayta olmaydigan gaplar bo'ladi-yu. Aytdilarmi shularni? Ha, o'shanda aytdi. Nima dedilar shu? Ani birga ketyapmiz mashinada, sekin orqaga qaytyapmiz. Uyga kelayotganimizda Bolalar yo'qmidi unda? Ya bolalar bormidi? Orqada o'tirishibdi. Ani xursand, lekin hali ham ishonmayapti. Chunki ani chisto kunlari yozdirmaganman. Rostdanki uchamizmi deyapti-da. Yo, uchamiz, xudo xolisi, tayin bo'lgan desam, yo'q, men ishonmayman. Birinchi ishonmadi baribir. Keyin uyga kelganda o'qib, xursand bo'ldi. O'zi niyat bor edi. Lekin unga qachon yetishimiz noma'lum. Tushunarli. Niyatimiz bor edi. Zo'r. Qarang, xo'p, ayol kishi o'sha turmush o'rtog'ini mana shu joyda ham qiynalib qolmadimi deb o'ylaydi-da. Ya'ni sertifikat olib borgansiz, umraga ketyapsiz. Buni qanaqa qilib oldi? Qiynalib qolmadimi? Buni ortida qanaqadir qiyinchilik bo'lib qolmaydimi degan savollar bo'ladi-da, baribir. Shunaqa savollar ham berdilarmi sizga? Qarz olmadingizmi? Shuni aytmoqman-da men. Chunki qarzimizni o'zimiz bilamiz-da qanaqa qilganimizni. Qarz bo'lib qolmadingizmi hech kimdan? Shunaqa yo kimdir anaqa qildimi? Yo'q dedim, Xudo berdi dedim. Yig'dim dedim. Zo'r. Yig'dik, shu yo anaqani bizda baribir o'zbekchilikda gap degan narsa bor. Yig'ib olinadigan pul bor. O'rtoqlar bilan choyxona. Choyxona bor. O'shalarda yig'ib olib, gaplardan yig'ilganini bittada yig'dik. Xudoga shukr, sizlar sababchi bo'lib qoldinglar, firmalar sababchi bo'lib qoldi. Zo'r. Xo'p, hamma narsa boshlandi, harakatlar, sertifikat berildi. Tayyorgarlik qanaqa ketdi endi? Tayyorgarlik o'zi qarang, o'zi 6-da uchishimiz kerak. Men 4-da beryapman. 2 kun oldin. Qoldi, taxminan 2-3 kun qoldi. Yo 3-chi yo 4-chi to'yda, islom olim oddiy kun edi, lekin o'zi biz chorshanba uchib ketishimiz kerak. U boryapti-da, ishxonasiga borib, menga ruxsat beringlar. Umraga ketadigan bo'lib qolinsa, ishxonadagilar ishonishmayapti ayolimga. Yo, bo'lishi mumkin emas, 2-3 kun oldin bo'lishi mumkin emas deyapti. Keyin tushuntirdi, iltimos qilindi. Javob olindi. Keyin bundan bu yog'iga ketdi, hamma harakat, uydagilar, kelin, ayolim, ota-onasi kelishdi. Eshitgandan keyin. O'sha kungi videoni kechasi oila degan gruppamiz bor. Qarindoshlar gruppalar bor. O'shalarga tashladik. O'sha bu yoqdan hamma tabriklashni boshladi. Qarang, ayol kishi baribir ehtiyotkor bo'ladi. Biletni berganingizda, misol uchun, menimcha anaqa ishonish darajalari 100% bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman men o'zim ham. Chunki men o'zim ham ko'p guvoh bo'lganman shu aeroportda bo'lgan voqealar bo'yicha. Misol uchun, ko'p insonlarni kuzatib qo'yamiz safariga, qilamiz. Samolyotga chiqayotganda, bilet berayotgandagi emotsiya ham baribir boshqacha, qarindoshlar bilan xayrlashayotgan. To'g'rimi? Demak, 6-avgust kuni uchdik. Madinaga ham, Jiddaga ham? Jiddaga uchdik. 6-avgust kuni taxminan bir 6-7 kishi kuzatib bordi. Farzandlaringiz kuzatib qo'ygan. Bu yoqdan ayolim onalari, bu yoqda o'zim onalarim, tog'amlar keldi. Butun qarindoshlar yig'ilgan. Tog'alar kelib, endi anaqa qatdan o'chyapsan, qaqqa o'chyapsan. Chunki 2 kun ichida hech kim kelishga ulgurganlar bor, ulgurmaganlar bor, xayrlashgan. Eshitishga ham ulgurmaganlar bo'lgan bo'lsa kerak. Ana ketganingizdan keyin nimaga umraga ketib qolding? Aytib bersan, biz ham borardik. Shunaqa bo'ladi. Anaqalar bo'ldi. Birga borishni niyat qilganlar ko'p bo'ldi. Yaxshi qilsan deydi. Avvalambor shu qilgan ishing eng yaxshisi shu bo'pti deydi. O'zi niyatim ham, misol uchun chet el safarga chiqadigan bo'lsam, chiqishmoq niyatim bo'lsa, birinchi shu umradan boshlash edi. Demak, ungacha hali chiqatga chiqmagansiz, sayohatga yoki tashqari davlat. Tashqari davlat Qirg'izistonlarga borganman, lekin samolyotda uchib borish boshqa narsa. Zo'r. Yaxshi. Qarang, men ota-onamni jo'natganimda, anam menga aytganlar, adam Madinaga borib yurganlarda video xabarda gaplashganman. Endi bu qanchalik haqiqatga yaqin? Men onangni
boshqatdan sevib qoldim Madinaga kelib deb aytganlar-da menga. Shunaqa. Hozirgacha eslab turamanda. Baribir sizlar ham Madinaga borgansizlar. Mana shu gapga qanaqa qaraysiz? Ya bunisiga 100% qo'shilaman. Qo'shilasizmi? Sizda ham shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'lgan, borgan. Mehriylar oshib, Uni borgandan keyin ani yuzidagi narsa boshqa-da odamni. Ko'rish boshqa ko'rasiz, boshqa solchani shu paytgacha ko'rmagan yuzini ko'rasiz odamni. Sakinat bor. Sakinat. Billa ibodatlarni qilib, namozlarga chiqib, ovqatlanib, kechki sayr Madinadagi bomdoddan keyingi sayr boshqacha baribir. Zo'r. O'sha safardagi jarayonlarni boshdan kechirayotganda bularga qachon erishishni niyat qilganingizni bir eslab ko'rdingizmi o'tmishga qaytib? To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi 24-yil dekabrda harakatni boshlaganman. Harakat boshlangan. Sekin o'sha boshlang'ich mablag' qo'yilishi boshlangan. Shu orada may oyi edi menimcha, o'shanda o'zi harakat qilib borib kelmoqchi edim. Lekin haj mavsumiga yopilib qoldi. O'sha tanishimizdan so'rasam, "Yo'q, bormay qo'yaver, chunki haj mavsumiga yopildi, Makkaga kira olmay qolasan." Mayli dedim, shu bilan yana ozgina cho'zildi dedim, 3-4 oy cho'zildi. Bu yoqda anaqa turdim. Keyin ishxonamizdagi bitta Muhiddin aka degan sherigimiz borlar. Ular ketib qoldilar. Men Murod senga aytaman faqat dedilar, hali ishxona hech kim bilmaydi. Mana shunaqa bir safarga umraga o'g'lim niyat qilib qo'ygan ekan, olib qo'yibdi. Ayolim bilan er-xotin ketamiz dedilar. O'shandan yuragim bor, shu qildi-da. Sizda ham his paydo bo'lgan. Shunaqa. Qalbingizga Alloh ixlos solgan o'sha paytda. Shunaqa. Qaniydi mana shu er-xotinni harakat qilib borib kelsak, baribir ayoli bilan boshqacha bo'lsa kerak. Oila bilan, ota-ona bilan baribir boshqacha, lekin ayol bilan ham boshqacha bo'lsa kerak degan ayol kelgan. O'shanda keyin ular borib keldilar. Keyin ularga aytdim, "Hoji aka, yaxshimizmi? Yoqdimi?" dedim. Xudoga shukr, zo'r joylar ekan, maza qildim" dedilar. Keyin "Nima deysiz?" desam, "Ya borish kerak" dedilar. Borish kerak. Harakat bo'lsa bor dedilar. Ulardan keyin ular 22-23-iyulda kelgan edilar. Keyin men bu yoqqa harakat qilish boshladim. Ulardan keyin o'sha 15 kunda vaqt o'tdi, uchib ketdim keyin. Zo'r. Xo'p, Madinadan Makkaga qarab yo'l oldinglar. Yurakdagi urush tezligi o'zgaradi, chunki men o'zim ham bo'lganman. Va o'sha umra boshlanganda yerga qarab boriladi bilsangiz. Hali qaramanglar deb aytishadi. Shuni ko'zingizni ochib Ka'baga qarang deyishadi bilsangiz, boshlar. Sizda va turmush o'rtog'ingizda shu paytda qanaqa taassurot bo'ldi? Qanaqa u umuman boshqacha? Men to'g'risini aytaman, yerga qarab borganda, chunki tog'am o'zligi, onamligi borib kelishgan edi. O'shanda aytishdi, niyatlaringni aytgan, qanaqa seni o'sha gapirgan, yaxshilab so'rab olgan deyishgan. Men duo qilayotganda to'g'risini aytaman, oldimda hech kim yo'q edi deb o'yladim. Bir o'zingiz. O'zim turibman deb o'yladim. Chunki Ka'bani oldidagi odam ham ko'zimga ko'rinmadi. Chunki Ka'ba ko'rinib turibdi-da. O'shanda endi baribir hammani ko'zidan yosh chiqsa kerak. O'shanda keyin sal o'ziga kelib, baribir sekin duolarni qabul qilib, men duo qabul bo'lishini bilib, misol uchun hamma baribir umid bilan boradi. Keyin ayolimga qaradim. U ham yig'lab turibdi. Baravar yig'lab turibdi. Umuman ko'z yoshlarni anaqasi bor-da, vaziyatdan kelib chiqib bo'ladigan ko'z yoshlar bor-ku. Misol alamdan, jahldan, misol uchun muhtojlikdan yoki boshqa bir jarayonlardan. Xursandchilikdan-chi? Qanaqa bo'ldi bu? Unaqa xursandchilikda menimcha birinchisi bo'lsa kerak. Birinchisi bo'lgan narsa. Yo'q, misol farzand ko'rganingizda misol bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Endi baribir u bilan budagi emotsiyani solishtirib bo'lmaydi-da. Hayajon anaqasini solishtirib bo'lmaydi. Ko'rganingizda. Zo'r. Xo'p, umuman safar davomida sizga hamrohlik qilgan turmush o'rtog'ingiz qaytayotgangacha bo'lgan jarayonlarda ular bilan bo'lgan munosabatlaringiz, ya'ni fikrlaringiz, gaplashganlaringiz insonlarga juda ham qiziq. Ya'ni qanaqa tarzda? Xo'p,
birga yuribsizlar, birga ibodat qilyapsizlar va bu jarayonlarda aynan nimalarni gaplashdinglar, nimalar niyatlar qilindi, misol farzandlaringiz bor ekan va jamiyatimizdagi insonlarni mana shu jarayonlarni to'g'ri qabul qilish uchun ularga nima tavsiyalar bergan bo'lardinglar? Endi tavsiya berishga sal yoshlik qilaman. Endi hayotda o'sha joyda o'tgan narsani aytib berish mumkin. Mehmonxonamiz ham misol uchun yaxshi joyda joylashgan edi. 900 metrlar atrofida edi. Ikkalamiz chiqib ketardik kech payt. Kechda shomdan keyin. Shomdan keyin yo xuftonga yetib borardik o'sha yoqqa yoki kech payt tahajjudga borardik. O'shanda birga ketardik yonma-yon. O'tga boraylik, o'tga boraylik. Yo'q, birinchi Ka'baga to'yib olaylik. Birinchi Ka'bani ko'rib olaylik, ibodatimizni qilib olaylik, keyin sekin aylangan chiqarmiz. Shunaqa kunlar o'tdi. Shu 2-3 kundan keyin sal o'rgangandan keyin u yog'iga chiqdik. Muzqaymoq yegani bordik. Birinchi o'rinda. Muzqaymoq yedik o'tirib, keyin aylandik. O'zi ikkalamiz. Keyin shopping qilgansizlar, hadyalar olgansizlar, baribir qarindoshlar, farzandlar, ota-onalarga, farzandimizga hammaga olishni boshladik. Zo'r. Qarang, misol xo'p, safarda baribir birga bo'lgansizlar, lekin O'zbekistonda vaqtinglarda farzandlarni oldidan yoki qarindoshlarni oldidan xoli bo'lish ozgincha qiyin-da. Uzoq 1 soat yoki 2 soat uzoq bo'la olasiz. Lekin bu yerdan uzilib turib u yoqda bo'lgan vaqtda turmush o'rtog'ingizga ayta olmagan gaplaringiz, aytish mumkin, aytishda qiynalib turgan, imkoniyat bo'lmagan gaplaringizni ham aytib oldingizmi? Endi anaqa gaplashmadik-ku u to'g'risida, lekin niyatimizga yetganimizni shukronasini qildinglar. Chunki u ham aytdi-da, men o'ylamagan edim shaqacha birga kelishimizni. Umraga borishimiz hayolimga ham kelmagan dedi. Keyin o'sha yerda niyat qilganda ham Xudo xolisa keyingi yil oilamiz bilan, uydagilar bilan kelaylik deb niyat qilgan edik. Xudo xolisa shunga niyat qilyapti. Xudo xolisa shunga ijobat bo'lsa inshaalloh. Zo'r. Qarang. Borganinglarga o'zi 1 yil bo'libdi. U yoqni sog'indingizmi? Nimadir qolib ketgan. Nimadir qolib ketgan. Halovatmi, sakinatmi? Sakinat qolib ketgan va sizni yanada o'ziga chorlab turibdi, to'g'rimi? Chunki Madinaga borganimizda to'g'risini aytaman, bir kun hech kim hayolimga kelmadi. Hech kim haqida o'ylamadingiz. O'ylash yo'q. Misol uchun faqat shu ibodat, namozimizni o'qib, shunaqa qilib, mehmonxonada ham ertalab chiqib ketib, shu bilan kech payt kirganman. Madinadan chiqib ketish vaqtida insonning qalbida g'alati hislar paydo bo'ladi. Men o'zim ham chiqib ketayotganimda, avtobusda ketayotganimizda ko'zimdan o'zidan o'zi yosh chiqishni boshlagan, tushunmaganman. Madinani tashlab ketgim kelmagan. Ko'pchilikda shunaqa. Sizda qanaqa bo'ldi bu jarayon? Menda ham shu 365-darvozadan qarab turdim. Turibdi. Xayrlashdim. Lekin kelaman dedim. Kelaman. Hali qaytaman. Kelaman dedim. Zo'r. Va Xudo xolasa nasib inshaalloh yana Madinaga borib, o'sha bizga zo'r kadrlardan olib berib tashlab berasiz. Xo'p, umraga borishga inson tayyor bo'lishi kerakmi yoki bu jarayon to'satdan bo'lib qoladimi? Qanaqa qaraysiz shu fikrga? Misol siz ketishdan oldin o'zingiz tayyorman deb hisoblagansiz. Ko'pchilikda fobiya bor, qo'rquv bor. Men hali tayyor emasman, men hali bora olmayman, men hali yoshman, shunaqa fikrlashadi. Siz bunga nima fikr berasiz? Bu fikrga unchalik qo'shilmayman, lekin baribir sal bo'lsa ham nimagadir tayyorgarlik ko'rib borish kerak ekan. Chunki shoshib qolmasligi uchun, misol uchun jamoatdan qolib ketmasligi uchun, jamoadan. Chunki aytdim, ishxonamizdagi akamiz borib kelganlar uchun mana bunaqa narsa bo'ldi, mana bunaqa bo'ldi, bu yoqqa bordik, bu yoq ziyoratga bordik, mana amallarni qildik deb aytib berdilarmi? Qanaqadir oldinda ozgina bo'lsa ham shablon bo'ldi. Safar davomida sizni eng emotsiyaga olib kelgan joy, nuqta qayer bo'ldi? Ravza. Chunki bitta narsani aytaman, endi balki noto'g'ri bu narsa. Kapshongalikda bordim-da, kapshonga tushib oladigan. 40 minut namoz o'qidim Ravzada. 5 ta jamoani chiqarib tashlashdi.
5 tani ichida men turibman hali. Siz ha? Kapshonga ham shunda ochirdim, namozimni o'qiyman. Ha. Bu chiqarib yuborishmaydi. Ha. Aqrani keladi, unda qaraydi, turibdi. Joyimni o'zgartiraman, 40 minut namoz o'qidim. Mashalloh. Zo'r. Eng zo'r o'sha joy bo'ldi. Zo'r. Zo'r. Men juda ham xursand bo'ldim. Suhbatimiz juda ham samimiy o'tdi. Qarang. Safardan keldinglar. Bu yoqdagi sizni kutib turgan qarindoshlaringiz, oilangizni aeroportdan kutib olishiyu, tadbirlarning o'tkazilishigacha bo'lgan jarayonlardagi emotsiyalar qanaqa bo'ldi? Baribir boshqacha qarash farzandlaringiz, misol uchun quda-andalar yoki aka-ukalar, mahalladoshlar boshqacha kutib olishadi-yu. Uyga kelganimizdagi eng zo'ri endi boshqacha tuyularkan. Onam menga qarab duo qilgan dedilar. Ha. O'sha paytdagisi juda qiyin bo'ldi. Onangiz sizdan duo so'radilar, bolam menga duo bergin deb turib. Shunaqa. Zo'r. Bu bunaqa emotsiyalarni olish har kimga ham emas, har bitta insonga ham emas va jamiyatdagi har bir o'g'ilga nasib qilsin, onalarimizga nasib qilsin. Mana shu nimaga oxirgi savolni berdim, ko'pchilik tayyor emasman deb hisoblaydi turib, umra O'zbekiston jamiyatida yosharib boryapti. Ya'ni misol 30-40 yoshgacha tushib qoldi уже, lekin o'sha jamiyatimiz o'sha yaxshi yo'lda, savob yo'lda xizmat qilishlikligi uchun, musulmon ummatiga yordam berish uchun umraga borib kelishlari menimcha kerak. Va sizga o'xshagan mana shu suhbatlarimiz, sizdagi suhbatlar mana shu ko'rsatuvdagi emotsiyalarni insonlarga olib o'tib, ularni ham qalbida mana shunaqa tuyg'ularni, mana shunaqa emotsiyalarni olib kirsa, Xudo xolasa biz ham unga sababchi bo'lgan hisoblanamiz. Murod aka, siz bilan suhbatimiz samimiy o'tdi. Men sizga juda katta rahmat aytaman, chunki omma oldiga o'z hissiyotlarini aytib berish juda ham ko'p insonga emas. Chunki men ko'rsatuvga chaqirayotgan ko'pchilik o'zim taniganlar ham kelib gapirib bera olmayapti. Va ularni hatto bu yerga olib kelish juda qiyin. Nimaga? Vaqt masalasi. Vaqt masalasi ham mayli, vaqt o'z yo'liga, emotsiyani chiqarib kameraga gapirish juda qiyin-da. Jasorat kerak bu uchun. Jasorat kerak. Shu jasoratni har kim ham tuya olmaydi o'zida. Men shu tomonlama sizni juda ham hurmat qildim. Rahmat. Xudo xolasa 15-20 ko'rsatuvlarimizda ikkinchi borib kelganingizda, ota-onangiz, qarindoshlar bilan borib kelganingizda, balkim onaxon bilan birga o'tirib, yana bitta suhbat qilamiz. Xudo xolasa kelamiz. Ko'rsatuvimizga ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat katta konsulga.